Olmax kiyim do'konining 200 minglik bo'limida turibmiz, yaqinroq keling. Tog'alar ko'radigan video o'rtoqlar. Avaki ham ko'rsalar ham bo'ladi. Jiyanlarga tashab qo'yadigan video. Nimaga desangiz hozir ko'rsataman. Yo'q keling. Mana bu voykalarni ko'ryapsizlar, 200 minglik bo'limda joylashgan. Qurbon hayiti yaqin o'rtoqlar. Shuna jiyanlarga tashab, jiyan bitta hayitli qo'ra olmaysanmi deydigan video bu. Senga jo'natib qo'yaverasizlar, tog'a amakilar jiyanlarga jo'natsa, menimcha qurbonlik hayitiga zo'r hayitli bo'ladi. Zo'r bo'ladi, undan ham zo'ri bor, yuring, men ko'rsataman. Jiyanlaringiz bor-ku, to'g'rimi? 5-6 yosh bo'lsa ham shunaqa olishadigan sportsmen bolalar. O'shalarga mana 100 minglik bo'limda mana shunaqa mashina bilan bitta shu 50+ futbolkadan olib boring. Sizdan zo'r tog'a amaki yo'q bu dunyoda, ishoning. To'g'ri, to'g'ri. Siz yuring, men bilan undan ham zo'r joyi bor. Ketdik. Xullas, tog'a, amma, jiyan hammani xursand qilib bo'lganingizdan keyin boru, o'zingizni ham xursand qilishingiz kerak-ku, to'g'rimi? Mana bunaqa shimlar kelgan 250 minglik bo'limda. Xullas, ustimizda bor, mana shu tursa shunaqa zo'r turadi. Bu eng qizig'i bor, eng qizig'i. 200 minglik bo'limga tushdi mana shu shimlar. Mana buni qarang, o'rtoq. O'rtoq, o'zicha undan olib qaragandachi kiyim bir bahona, lekin insonni qalbiga yo'l topmoqchi bo'lsangiz, Olmax kiyim do'koni sizga yordam beradi. 24/7 ishlashiga necha? Xohlagan paytingizga borasiz. Qurbon hayiti muborak bo'lsin.